Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sözleydiği leksiyalarımızı başlaştan evvel iki kelime gep kalaylı. Yakında Washington'da Beijing Soda vekili yani Soda Sohbet vekili Liu bilen Washington'da Soda vekiller ömürlü sohbet yığını ötküzüldü. Söhbətdən keyin Amerika Qoşmuş Ştatları ilə Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Hökuməti birləşmə bayanat elan qıldı. Bu bayanatını xilma-xil bahalawatıdı, torbət abonentləri yoki obzorçular. Lakin axırki hesabda aytqanda murəssəgi keldi. Demək, çoğ dövlətlər o'rtasındakı hər qandaq ciddi, kəskin elişlər və ziddiyyətlər axırı murəssə ilə tamamlandı degan gap. Lakin hazır aytilayotgan, so'zlanayotgan, baho berilayotgan harakatlar so'zlardan qaraganda bu qatam Jungo ziyon tortdi deyildi. Endi qarapay so'z bilan aytsak, Amerika g'alaba qildi deyildi. Lekin Amerika matbuotlari bo'lsa, Amerika ziyon tortdi, Jungo g'alaba qildi deydi. Buning qaysi jarayon, qanday oqibat, qanday natija ekanligiga biz umumiylik baho berolmasakmi, qisman holda to'xtalamiz. Qisqasi Maçı Efendi yani Jungo Tingshen şirketinin texnik kadri yoki texnik mulozimi Maçı Efendi aytgandek teslim bo'l. Teslim bo'l. Hozir teslim bo'lsang, o'ri turib teslim bo'lasan, vaqt o'tganda teslim bo'lsang, yukinib o'ltirib teslim bo'lasan degan edi. Bu rol bu qatam qanchalik rol o'ynadi yoki bu so'z qanchalik rol o'ynadi masalan Jungo suhbat vakillar o'migining iddiasida. Qanchalik rol o'yindi buni bilmaymiz. Ishqilib bu qadam taslim bo'ldi demaymiz ham. Shundaq degan edi-ku boshda Uyg'ur bir odamning g'ururiga chaqiladigan, bir millatning g'ururiga chaqiladigan gapni qilmaydi. Uyg'ur o'zining axloqi bilan dedi-ku. Demaymiz, yo'l qo'yish. Yo'l qo'yish bilan bu qadam suhbat oxirlashdi. Endi bugun so'zlaydiganimiz g'ayri bir xabar. Shundaqla biz yaqindan emas, uzundan bir diqqat qilayotgan lekin bu darajada deb o'ylamagan g'ayri bir xabar. Masalan, Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'rtasidagi munosabatlar navbatda qandaq? Mana shu masala to'g'risi bugun vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Ko'ngil berib, anglashinglarni hurmat qilamiz, hurmatli vatandoshlar. Mavzu bunda. Terrorizmga qarshi turishmi yoki zo'ravonlarga qarshi turishmi yoki Jungoga taqobil turishmi? Rossiya Şinjanga yaqin joyda harbiy baza qurishni planladi. Bu yerda Şinjang deyilayotgan bu nom qo'yilib qolgan ism asli Sharqiy Turkistonmi deyildi, Uyg'uriston Şinjanga yaqin joyda harbiy baza qurishni planladi Rossiya. Mavzuli xabar 5-oyning 17-kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Abto'ri Beyxua Amerika ovoz radio stansiyasining Moskvada turishi muxbiri Beyxua xabar bundoq boshladi. Moskva Rossiya Jungoning Şinjang rayoniga chegaradosh Qirg'izistonning janubida Şinjangga yaqin bir yerda harbiy baza qurishi mumkin. Jungo O'rta Osiyo rayonida kun sari jonlanayotgan bir paytda Rossiyaning O'rta Osiyoda harbiy va bexatarlik sohalarida faoliyatni kuchaytirganligi Jungoning O'rta Osiyoda ta'sirining zo'rayishidan saqlanishni nazarda tutganlikdir. Qirg'iziston prezidenti Rossiyani ziyorat qildi. Kichik mavzu harbiy baza qurish to'g'risida muhokama olib bordi. Rossiya Qirg'iziston matbuotlari xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya Qirg'izistonning janubiy rayonida ikkinchi harbiy baza qurishi mumkin. Qirg'izistonning prezidenti Ibrahimbekov Rossiya matbuotlariga mundaq ko'rsatdi. Men Rossiyaning Qirg'izistonda yangi harbiy baza qurishiga qarshi turmayman. Prezident mundaq ko'rsatdi. Reymbekov prezident mundaq ko'rsatdi. Yangi qurilgan Rossiyaning harbiy bazasi Afg'onistondan keladigan bexatarlik tahdidiga taqobil turish uchun Afg'oniston, Tojikiston chegaralari mustahkamlanishi kerak. Har qaysi davlatlar o'rtaq hamkorlashib, zo'ravonlarga, radikalistlarga, atkazchilikka qarshi turishimiz kerak.
Prezident Reymbekov bundaq ko'rsatdi. Qirg'izistonda ikkinchi harbiy baza qurish to'g'risidagi muhokama elib berilyapti. Vaqtincha har qanday qaror chiqarilmadi. Prezident Reymbekov Qirg'izistonning Rossiyani amdili ziyorat qilib, balki Rossiyaning janubidagi shahri Sochida Prezident Vladimir Putin bilan yuz ko'rishdi va suhbatlashdi. Prezident Vladimir Putin o'zi taklif berib, yangi harbiy baza Tojikiston Shinjongga yaqin yerda quriladi dedi. Prezident Vladimir Putin o'zi taklif berib, yangi harbiy baza Tojikiston Shinjongga yaqin yerda quriladi dedi. Qirg'izistonning janubida Jungo Shinjong bilan o'rtaq chegara liniyasi bor. Xabarlarga asoslanganda Rossiyaning yangi qurilgan harbiy bazasi Qirg'izistonning janubidagi Batken oblastida qurilishi mumkin. Bu oblast Tojikistonga tutishib turadi. Jungoning Shinjong rayoniga intayin yaqin. Prezident Reymbekov burungi prezident Rossiyaning harbiy baza qurilishini qo'llagan. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Atambayev o'tgan yil vazifa ustida Rossiyani ziyorat qilib bundaq ko'rsatgan. Prezident Vladimir Putin shu chog'da bunga taklif berib, Rossiya Qirg'izistonning janubida harbiy baza qurishni umid qiladi degan. Islom davlati kuchlari kengayotgan sharoit ostida Rossiyaning yangi harbiy baza qurishining Qirg'izistonga yordami bo'ladi. Tojikiston va Qirg'izistonda allaqachon eg'ir harbiy kuch o'rinlashtirildi. Rossiya va Qirg'iziston navbatda Janubiy Qirg'izistonda qurilgan harbiy bazaning ko'lami va o'rinlashtirilgan askariy qismlarning soni to'g'risida bir narsa demadi. Rossiyaning navbatda Qirg'izistonning shimolidagi Kent havo armiya bazasi eg'ir qo'shin va har xil harbiy aeroplanlar o'rinlashtirilgan. U yer poytaxt Bishkekka yaqin, lekin Jungoning Shinjong rayonidan yiroq edi. 2014-yildan burun Amerika Bishkekka yaqin Manas havo armiya bazasini ariyatga olgan. Qirg'izistondan boshqa Rossiya, O'rta Osiyo yana boshqa bir davlat Tojikistonda 2 o'rinda harbiy baza qurdi. Buning ichidagi bir harbiy baza Rossiya armiyasi havo mudofaasidan signal berish va olam bo'shlig'i orbitida sun'iy hamro va boshqa uchar qanotlarni nazorat qilishga ishlatiladi. Yana boshqa bir harbiy baza Rossiya armiyasining 201-piyodalar diviziyasi targ'izilgan. Rossiyaning harbiy baza etishida yana bir maqsad rad qilindi. O'rta Osiyo rayonidan boshqa Rossiya navbatda sobiq Sovetlar davridagi Armeniyada harbiy baza qurmadi. Ukraina krizisidan keyin prezident Vladimir Putin Lukashenkoga bosim ishlatib, Belarusiyada harbiy baza qurishga uringan. Lekin Belarusning rad qilishiga uchragan. Belarusning prezidenti Lukashenko bilan Rossiya Ukraina qarindoshlardir. Belarusliklar Ukrainaga tank haydab kirmaydi, balki traktor haydab kirdi deb ko'rsatgan.